Qarsak bo'lsa bas. O'xshatmasdan uchratmas degani shu bo'lsa kerak. Tanigan bilganlar qudalar deydi. Tanimaganlar esa Fotima, Zuhralar deydi. O'xshashligingizga ko'z tegmasin. Aziz onajonlarimiz to'ylaringiz muborak bo'lsin deymiz. Ana endi farzandlar. Hoji onam biroz tabrik qilsa deydi. Gullarni qabul qilamiz. Hoji onajon marhamat. Assalomu alaykum. Mehmonjonlar, xudojonlar, qadamlaringizga hasanat. Mana bunday bo'ychalarni ana shu kunlarga yetkazib, Rometandan qara ko'yga nasib qilganiga Allohimga beadad hamd sanoq. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga, ularning oila a'zolariga, ahli baytlariga go'zal durud salom. Mana bugun ishlar oqshomda turibmiz. Men birinchi farzandlardan ko'ra o'lida qaramalarni ko'rib, shukrona kunlarimizdan keng yuragimizdan, butun Rometanning xudolarining nomidan sizga uzoq umr, sihat, salomatlik, tan joyni sog'liq. Mana bu qizingiz oltin qizimiz, Rometanlik qizimiz. Sizga bu qiz bo'lib, farzand bo'lib tursingiz. Qutlug' bo'lsin qadam. Solihatinglardan bo'lsin iloyim. Sizni xizmatingizda bo'lsin iloyim. Tan joyingiz sog' bo'lsin. Har doim ana shuni huzur halovatini ko'rib, tan joyingiz sog' bo'lsin. Ularni yoshlarni baxtini, taxtini, omadini, daromadini berib, iloyim Xudoy mehribonim huzurni ko'rib yuradi. Tan joyingiz sog' bo'lsin. Bu yoshlarga ham iymoni mustahkam bo'lsin. Ichki dunyo saodatini tilayman. Büyük günlerge yetkenler var, yetmegenler var. Yetmegenlerge Allah rahmetiga o'rgansin. Ana bu hozirgi qolganlarni umrini barokatli qilib, rizqini barokatli qilib, ilmini barokatli qilib, nasl nasabini barokatli qilib. Tan joyi sog' bo'lsin. Mana kelimiz Toshkentlik kelinimiz. Toshkentlik kelinimiz aytgan hozir olajon, mani nomimdan ko'tarib qo'ying. Men hozir juda uzun hayotiyaman o'sha uchun bir chiroy ajomajon qilib har doim ana shunday ahli yo'lingga tan joylar sog' bo'lsin. Har doim ana shunday yanagi yaxshi niyat, yanagi xudo xohlasa adablar eshitganlar. Ilohim, aytganingiz kelsin. Endi talablarga ko'ra aziz onajonimiz Ra'no opamizni ham farzandlariga atalgan ajoyib ismlar bor. Ra'no opa qani marhamat. Ra'no opa sizga da tashakkur bildiramiz. Madrat ham takrorlaymiz. Davramizni davom ettiramiz. Agar tayyor bo'lsalar, kelin kuyovlarimizni aziz onajonlarimiz qarshisida ajoyib guldastalar bilan taklif etib qolamiz. Muborak bo'lsin deb qolamiz. Faqat o'tirmasa mana shunda davom etmaymiz. Iltimos o'tiringlar. Hamma o'tirsin, davomini bo'shatinglar. Bo'shatinglar iltimos. Hamma o'tirib olsin. O'rab olmanglar. Onajonim bilan bizga turmoqchilik qildi. Marhamat, ayajon, qani. Ay, Ramón. Sizga da tashakkur ayajon. Onasini ko'rib, qizini ol deganlar shu bo'lsa kerak. Ra'no opani nimaga qarimaganlar desa, onajonlar ham xuddi o'zlariga o'xshagan hali umuman qardagi bo'yinlarga olmagan ayajonlar. Muqaddas onamday tabarruk yoshlarga kirib, qizlarday yasharib turaman deganlar qo'rqmasdan bir chumaga qarsaga qarsilatib qo'yamiz bizlarimiz.
100 yoshlardan oshgan yoshingiz. Qani endi kelinko'larimiz tayyor. Davrani ochamiz. Maxsus onalar uchun qo'shiq tarona yangraydi. Gullarni qabul qilamiz. Marhamat. Taqdim etadi.